Assalomu alaykum. Bizni hurmatli kuzatuvchilar. Shkaf mebellarimizni obzorini qilamiz. Mana shu ishimiz razmeri 1.60 bo'ladi. Bo'ylari 2.10 joyga tushadi. Ichki ko'rinishlari. Ustiga nima materialdan ishlangan bu? Yalnız MDF materialdan. MDF material. Narxlarimiz 1.300 so'mdan chiqarilgan. 1.300.000 so'mdan chiqib keladi. Sehtash o'ptimlari hozir 3 xil rangi bor. 3 xil holatda chiqaradi. Bunisi mexanizmlar qanaqa mexanizm ishlatilgan? Mexanizmlar bularniki MDF oddiy aslan qo'yilgan vakuum emas, lekin vakuum deganlarga vakuum qo'yib beriladi. Masalan, rollar ham aslan qo'yilgan bo'lsa xizmat qiladi. Aha. Sintez boshqaradi. Bu oqimiz qanaqa narxi? Bular ham shu narxda 1.300 so'mdan standart tanlab oladi. Xohlagan 1.300.000 so'm. xohlagan dizaynni qilib beradi. Bunisi zakazli bo'lsa kerak ishimiz. Bularimiz bu yoq 3 metr, mana 2.30 joyga tushadi. 3 ga 2.30 joyga tushadigan shkafimiz. Ichki ko'rinishlar. 3 kunligi necha shunda? Buniki ikki chekasiniki 50, o'rtasi 45 ta. 50 sm chuqurlikda tunni bir qilsa ham bo'ladi. Ichlari forgalik, Vakuum buniki. tepasi haytek fasonda bo'lgan ekan. Mexanizmlar vakuum holatda yopib olamiz. Summasi qanaqa buni? Bularimiz 4 million so'mdan chiqarilgan. 4 million so'mdan shu turishiga chiqadi. Dastlabkasi bormi yo'qmi? Andijonning shahrining ichiga. Andijonning ichiga dastlabki ustunovka chiqadi. Qolgan joylarga kelishamiz. Mashinalarimiz bor. Bu fasonlarimizchi oyna yo'q ekan. Bularimiz oynasi yo'q deganlar uchun bu 60 ga ham 2.10 joyga tushadi. Material laminatdan. Polkalik, Yarim kiyim to'rtga yarim taxlagani, uchga. visilkaga joy. Aladon tolqinlarigacha qilingan. Hozir bu oilaviy yo'lamiz 1 million 100 ming so'mdan chiqarilyapti. 1 million 100 ming so'mdan chiqib keladi shu turishi. Bo'lsa buni ham xohlagan rangini aytib tayyorlab berib oladi. Pullar bir xil bular hammasi. Aynaligimiz 100 ming so'm arzasi qiladi, chunki 50 ming so'mdan 100 ming so'm aynaga bor. Bular 1 million 200 ming so'mdan Andijon shahar ichiga dastlabki chiqarib beramiz. 1 million 200 ming so'm. Yana shu yarim to'rtga yarim uchga. Rangini xohlaganingizni tanlaysiz. Dastlabki ustunovka qilib berishar ekan. Bu yog'i tanlaganingiz chiqib keladi. Bu tomonda ham xohlagan razmerda, xohlagan summada chiqarib beradi. Domlari ham besplatniy o'rnaydi. Mana biz obunachilarga besplatniy ustunovka bo'ladi. Ustamizni telefon nomerini yozib qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Shu narxlarda o'zgartirmasdan chiroyli ustunovka qilib beradi.